Undan keyin mana Dilmurod o'rtog'ingiz ham uylandi. Ularni avlodida nasl kasalligi bor. Uylangandan o'ladi ular. Bizaniki uylanursa yasharaveradi. Lekin mana Dilshod jo'rangiz ham uylandi. Uylangandan keyin xotin kelgandan keyin uy qilib berasan, joy qilib berasan dedi-da, bolalari bilan otani ayirib yubordi, dada. Qo'y, bunday gaplarni qo'ygan, men bilaman-ku kimni qandayligini. Lekin dada, onam o'layotganda vasiyat qilgan. Mening qabrimdagi o'tlar quramasdan turib otang uylanmasin degan. O'zimga ham aytgan. Ana. Qabrimdagi o't o'lanlar qurigandan keyin boshingizga ikkita qilavering degan. Odamlar 6 oyda turmush o'rtog'ining qabriga bormaydi. To'g'ri. Men har kuni boraman. Qurib qoldimi, yo'qmi deb, bir ikkita o'tlarni yulib ham keldim, mana quriy boshladi deb aytamanmi deb. Kechqurun alang-jalang tush ko'rdim, tavakkal qilib qabristonga bordim. Borsam, ey, tog'ang o'tlarga suv quyib yuribdi. U ukasiga vasiyat qilgan ekan. Meni qabrimdagi o'tlar qurishiga yo'l qo'yma, suv quyib turdi. Voy, ayolda qarang. O'lsa o'ladi, erini birovga bermaydi. Onam bechara qarang, qanday sizni yaxshi ko'rgan dada. Qanday onamni boshqa ayolga almashasiz? Qanday biz onamni yotgan ko'rpachalarda bir ayol o'tirganini qanday biz hazm qilamiz, dada? U o'tirmaydi. Yonboshlab dam oladi. Umuman o'tirmaydi u. Ha, bo'pti, unda dada qarang, men bir uyim joyim deydigan bir yaxshi qiz topdim. Sal yosh o'tgan. Ozgina o'tirib qolgan. Shunaqangi bir yaxshi, o'ziga qarab yuradi. Voy. Ko'chadan o'tsa bor, hamma odamlar qaraydi. Bir ko'ring, menga ishoning, chaqiring. Chaqir. Hozir keladi. Keling, mana ota ko'zingizni yumib turing, ota. Dahshat kelyapti, ko'zingizni yumib turing. Ko'zingizni yumib turing. Oching deganimda ochasiz, ota. Oching deganimda. Oching. Kel. Kel. Qani o'tiring. Ota. Ota. Ko'zingizni oching. Mana g'urliqo. Qo'y bolam, ko'zim yopiq turaversin. Voy bo. Nimaga? Bu uchoyoqlab qopti-ku bu. Endi hayotni o'nqir-cho'nqirlariga, yamalarga ko'p tushgan. Boshida qiyinchilik ko'p bo'lgan. Bu постоянный vibratsiyada turadimi bu? Bu eri xotin qo'shqoq qiz bir ko'rpaning tagida orom olsa, bu meni ustimda mana bu qishda sovuq kunlari 2 minut ham ko'rpa turmaydi, bu nima qilib ustimdagini tortib olaveradi.